Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz podpисчиklari, kuzatuvchilar. Xonqa tumanimizda Ahmadboyevda Agroximikatlarni eng arzon joyi, ya'ni optim joyini masaraz ko'rsatib o'taman. Birinchi qo'l, ya'ni Xitoydan, qo'shni davlatimizdan Xitoydan doğrudan-doğru keladi bu yerda. Endi bundan keyin hozir biz ya'ni fermer tadbirkorlarimiz, dekonlarimizni otizlarni, yo'rinjalar qurt tushmaslik uchun shunday narsalar sapiladi. Bilasizlar, uni hamma biladi azda. Hemen ham xo'jaligina kerak. Endi xudo xolasa meva daraxtlarimiz ham gullab bo'ldi, bilasizlar. Eriklarimize sal vaqtdan keyin shirinja tushadi. Shu shirinjalarga qarshi bu yerda ximikat dorilari bor. Hozir sizlarga bu yerni adresini ko'rsatib tushuntirib o'tamiz. Faqat siz videomizni boshidan oxiridan ko'rsangiz bo'ldi. Yana shu yerda Xitoylar dillerlarni o'zlari ham shu yerda bir kun mehmon bo'lib kelibdilarni. Xitoydan doğrudan-doğru yine akçarap tuttular bu ximikatlar. Hem arzon, hem optim joy. Boshida qarasa, bu yerning adresi Xonqa Ahmadboyev, imkonimizda Toshkent Shifo klinikasi, bilasizlar. Toshkent Shifo klinikasining Ahmadboyevda joylashganini ko'pchilik biladi. Yana ketaversak, Xonqa shahrimiz, ya'ni 3 vaqtdan o'tib Xonqa shahri. Bundan ketadigan bo'lsak, Urganchga ketiladi azizlar. Bag'imizning Urganchdalar. Shundan yanımızda bilasizlar, avvalgi pamyatnik o'rni. Inshadana Gulliverni Agro Z yozib qo'yibdi. Yuqori qaraymiz yana. Shuni orientirib olib kelaverasizlar. Toshkent Shifoning to'g'risida. Endi yanımızda bank bor edi. Turan bank. Turan bankning to'g'risida. Xullas, dekonlarimiz, ishbilarmonlarimiz bemalol kelaverasizlar yana. Gelip alıp ketib turibdilar bu yerda. Ximikatlarni. Bismillah. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, harmanglar? Ishlar zo'rmi? Assalomu Sağlık zo'rmi? Rahmat. Yine Xitoydan hamkorlarimiz geldi. Mikrofonni olasiz. 我是Avina Agro 的总经理，我是来自中国的，我的名字叫雷李。 Xo'p, men Avina Agro firmasini bosh direktori bo'laman deyapti. Xitoydan kelganman. Meni ismim Leli deb bizni tanishtiryapti. Xitoylik hamkorimiz. 我们所有的产品都是我们自己研发、自己生产，然后从我们的工厂直接运到我们的大哥这里。 Biz hamma mahsulotlarimizni zavoddan to'g'ridan-to'g'ri o'zimiz ishlab chiqaramiz va Xorazm viloyati Xonqa tumaniga G'olibjon akaga to'g'ridan-to'g'ri zavoddan yetkazib beramiz. 我们的价格非常优惠，我们的质量有保证，然后我们的大哥也会为大家服务。 Narxlarimiz kelishilgan juda ham ajoyib, hamyonbop, mana mahalliy aholiga, ayniqsa fermerlarga juda ham mos tushadigan narxlarda sifatlarimizga kafolat beramiz. Juda yaxshi sifatda qaysi bir fermerlarga yoki kichkina tadbirkorlarga, do'konlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, optim narxlarda bemalol G'olib akaning do'koniga kelib olsa bo'laveradi. 我们在非洲有4个工厂，然后我们在中国有2个工厂，然后在乌兹别克也有1个工厂。 Bizani Afrika qit'asida 4 ta zavodimiz bor deyapti. Xitoyda 2 ta zavodimiz bor dedi va Markaziy Osiyo, O'zbekiston, Toshkentda yagona bo'lgan 1 ta zavodimiz bor. 我们每年的销售额在1.5个亿美金。 Bizani yillik oborotimiz deyapti. Mana bu Xitoy nimasidan chiqarib qaraganda 1.5 milliardni tashkil etadi. Yaxshi-ku. Молодец. Xudo xolasa diller o'zingiz sen doğru Xitoydan yine kelib turibdi havo. Aytib o'tdik. Shartnoma qildik. Tamam. Zavoddan hozir yo'lga Toshkent yo'lga chiqdi tamojidan. 2 kun xudo xolasa. Keladi xudo xolasa. Toza tovarlar. 2 kun. Yaxshi. 30 kilo sortiment davlar keladi. 我们还可以请一下我们的乌兹别克最厉害的农学家来帮我们把产品介绍一下。 Masalan, yana bu Enjo darisi yonchani kurtini Tamam. bir soat ichida o'tirib turib, sapkaniga bir soatdan keyin kurt to'kilib qoladi. Enjo. Buni bir narsa qo'shammi, bir narsa aralashtirammi, to'g'ri saparam. Nima sapadim uni? Aparatda sapadim. Yaxshi. O'sha ketib yine imida Erik bağını yonchasini berdik. Yarım saatdan keyin yonchi kurtda o'zida telefon qildi. Aytaman ama ko'pchilik yo'linja shu davraga kelib qoldilar. Yaxshi. Bog'lar ichidan
Vaqt ichirəm, hamma shol ichirəm, hamma narsa keladi xudo qalasa. Birinchi kol ardan baqada qo'yamiz. Hammadan arzon Xalq optum. foydalansın da. Ava. Xalq foydalansın. Acayip optum bahadan alıp getiverəsiz bir yerə gəlib. Yaxşı. Fakat agroximikat darla bedə. Ava. Agroximikatlar bedə əzlə. Hər xil nələrə səplədi onlardan bax. Şalığa dissəmi, meyvəli dərəxtlara mı, yoruncağa mı? İstəsəniz məsələn tap bərədilər. Hammasindən bor. Xullas arzanın artda şöyle gələverəsizlər. Aytıb ötkənimizdir. Yenə doğrudan doğru Poçta Dövlət Kitaydan doğru gələdi bir yerə. Xuda qalsa 2 günə taze tovarlar gəl yatıracaq yolda. Bir yola çıxdıq, yine gəldik baxın. Bu yaxşı. Başqa gəp sözlər yoxmu ekan? Boshqa yana nima deysiz? Xorazm uchun. 也说一些一句话，这个哈拉松的人口不明白。哈拉松听得不是吗？ Xorazm uchun nima deysiz? 他说你有没有还有说一句话？哈拉松没带去老百姓哈拉松的生活。希望大家今年都能挣到钱。shu nima deymiz umid qilamiz hamma bu yil shu muvaffaqiyatli tadbirkorlik o'tkazib hamma mana shu maqsadlarimizdan bir nima deydi baraka topsin Rahmat. Tanlov o'zida tanlov o'zida Bemalol gələverəsizlər. Başqa gəp söz yoxmu sizdə? boshqa yetadi. Gələverədilər işə. Gələverədilər. Dağlamanda sələr şimdi agro. Yaxşı. Tuxumluqdan var ekan bu yerdə qalıb bu. Hammasi bor. Tuxumluqlara. Piyoz tuxumi, hamma narsalar bor. Yaxşı. Amanəsi sağ ol. Hürmetli podpisçilər, hürmetli yurttaşlar, əgər şu agroximikat darilarini qiziqqan bo'lsangiz, yine telefon nömrələri 97'lik 510 77 88, ikinci nömrələr 97 211 77 02 telefon ataverəsizlər. Şu nömrələri telefon atarsınız. Vukadnoy var mı bir de kalıp bu? Yo'q, Vukadnoy yok. 8'den 8'e doğun. Her gün iş. 7'den. Bemalol gələsizsə, yazı günü azan 7'den geç 8'e doğun mu? Yazı günü 8, 9, 10 olalım yeter. Yazı günü 8, 9, 10 olduğundan açıverədək yine geç ki. Telefon ortada gelip açıklam veririz. Ava, telefon uğraşsa, şu nömrələri bemalol gəlib açıq verədilər. Gelin gelin. Xaridarlar köpəydi ötürün nə, bizə çıxamız indi bir ana. Thank you.